Hop, mana Liboy detalni olyapsiz. Misol uchun mana har bitta ish alohida qo'yilgan. Endi menga mana shu o'rtadagi detal kerak. Mana shuni alohida olib turib to'g'irlashim kerak. Hop, alohida olib to'g'irlashim uchun mana teparoqqa chiqsam, mana tyordoviy tela turadi. 18 ta tela bor ekan shu yerda. Bosaman, misol uchun menga mana bu kerak bo'lsa, bosib qo'ysam mana bu yerda belgilanadi o'zi. Mana shu detal kerak. Mishkani o'ng tomonini bosib, выставить новый detal qilaman. Misol uchun alohida olib chiqmoqchi bo'lsam, mana alohida shu narsani zborkalarga olib chiqib turganda alohida so'raydi. Alohida olib chiqmoqchi bo'lsam, mana detalni o'zini alohida olib chiqib oldi, so'rayapti. Qayerga saqlanib qilay bu alohida olib chiqqan detalingni deb. Misol uchun menga рабочий stolga shu bitta papka ochib turib, mana shu papkani ichiga saqlanib qilgin desam, mana shu papkani ichiga saqlanib qiladi. Bu birinchi usul. Hop, endi ikkinchi usul. Faqat shuni o'zini DXF ga olib chiqmoqchi bo'lsam, shuni o'zini tanlayman-da, mishkani o'ng tomonini bosib, mana hop izolировать alohida ajratib olaman. Shunday ajratib olsam, shu oynani ichida alohida ajratib oladi. Yuzani bitta bosib, qaysi yuzani kesmoqchi bo'lsa, agar bu yuzani kesmoqchi bo'lsa, mana bunday qilib olib chiqib olaman. Mana shu liniya kesilmoqchi bo'lsa, menga shuni alohida olib chiqib olaman. Yoki bo'lmasam bu liniya kerak bo'lsa, mana qaysi liniya bosib o'sha tomonni to'g'ri ko'rsatyapti. Bossam mana buni kesib oladi. Misol uchun menga lazer mana shu hamma joyini kesib berish kerak bo'ladigan bo'lsa, shuni shunday saqlanib qilaman-da. DXF ga olib рабочий stolga saqlanib qilaman. So'raydi mendan takoshi shuni o'zimi shu holatda turadimi? Ha, shu holatda turadi. Okey. Mana menda DXF ni chizmalarini chiqarib berdi. Endi uni o'rtadagi chizmalar mana bu yerdagi chizmani ham hisob kitobini qilib chiqarib olgan. Sizga bu narsa kerak bo'lmasa, misol uchun tashqaridan kerak emas, faqat o'zi kerak bo'ladigan bo'lsa, misol uchun shu yerda o'zidan o'dalik qilib tashlash imkoni bor. Misol uchun buni chiziqlar kerak bo'lmasa, belgilab turib hammasini delete yana bossiz. Yoki bir donadan o'chirish kerak bo'lsa, ularni nozik nuqtalarni. Shunday yomon bo'laman. Bunaqa joylarini bitta o'chirish kerak bo'lsa, bitta bosib turib, dashibsiz to'pani bossiz joyiga qaytarib beradi. Yoki bo'lsa buni lupani bosib turib, mana shu joyini yaqinlashtirib bersangiz, mana yaqinlashtirib beradi. Keraksizlarni belgilab turib, deleteni bosib delete qilaverasiz. Shuni yana lupani bosib, fonli holatga olib kelib olib, saqlanib qilasiz. Bo'ldi, o'zi mana xo'sh, qani mana рабочий stolga o'zi DXF chiqib qolgan. Mana o'sha format. Bu yerdan ham xohlasangiz tahrirlab olasiz, xohlasangiz o'chirib tashlaysiz. Mana DXF formatni shunaqa qilib chiqib oladi. Yana SolidWorksga kirib turib, mana pastda buni funksiya paydo bo'lib qoladi. Shuni bosib qo'ysalaring, mana yana o'zini eski holatiga bemalol qaytib olaveradi. Yetarli davom etaverasizlar. Misol uchun pastdagi list qilib sizlarda ko'proq ish beradi. Misol uchun bu modelda ishlanglar deganimiz sababi, bitta modelda shunday eskizni chizasizlarda, misol uchun taxminan 1000 ga 1500. Ya'ni 1 metrga 1,5 metr list. Shuni chizib olasizlarda, migratsiya danliga kirib turib, misol uchun buni listlarni bemalol taklab chiqaverasizlar. Misol uchun mana bu yerga bitta list kesish kerak. Okey. Birinchi list baqa o'tdi. Keyingi list o'tadi. Keyingi list bu tarafga o'tadi. Keyingi list bu tarafga o'tadi. Keyingi list misol uchun bu tarafga o'tadi. Keyingi list misol uchun bu tarafga o'tadi. Qara aka.
Ingliz misol uchun bu tarafga o'tadi. Hop, yana listlar bor ekan. Bu listni pastga olib tushaman. Mana tagida bitta listm qoldi, bu qoldi, bu qoldi, bu qoldi mana. Endi buni misol uchun mana bunaqa holatlarni yana migratsiya daniyada kirib turib, yonini deb bossalar, yana gradus chiqadi. Aytdiki, misol uchun hop 90 gradus bo'lsa, mana 90 gradusga olib qo'ydi. Mana buni yana joylashtirib turib, bunaqasiga joylashtirishim mumkin. Okay. Endi yana bitta qulaylik tomoni bor. Yoki shu narsani mishkani yon tomoniga qo'ysalaring, mana uni bunaqasiga ham chizmoqchi bo'lsalaring, misol uchun bunaqasiga bo'lsin. Hop, 90 gradus. Shu migratsiyadan bu Okay. Yana yuqoridan ko'rsatib olaman mana. Bunaqa shaklga kerak bo'lsa, ideal shunday shaklda ishlatasizlar. Menimcha hamma joyga olib oldim. Endi uni chizib kerak emas menga, sketch qilib qo'yaman va mana shuni o'zini mana sahnaga XF рабочий stolga okey. Такой shifr. Mana, menga hammasini bitta formatda mana yon tomon kesish nimasi, buni kesish nimalarni chiqarib berdi. Har doimgidek aytganimdek, agar kerak bo'lmaydigan bo'lsa, keraksiz joylarni mana shuni o'zida 2 marta bunday qilsalaring mana yaqinlashtirib beradi. Shunday bosib o'ndaletib tashlayverasizlar. Bo'lmasam birovlar olib chiqib qo'yganlaringda aqda tahrirlasalar bo'laveradi. Сохранить. Xosh rul, mana rul. Mana xuddi o'sha holat, redaktorovat, xosh razmer holati. Xosh. Buni o'zida nimalar bor edi? Redaktorovat qilishi bor edi. Shuni o'zidan ham o'dalib tashlasa bo'ladigan edi. Nimaga o'dalib chiqmayapti? Menimcha buni nimasi ishlamadi menda. Aktivatsiya qilinmagan. Men juda kam ishlatganligim uchun lazerda qolib ketgan. Buni ham ko'rsatib turib nima qilib qo'yaman. Tushuntirib qo'yaman. Qanaqa qilib qilishdi. Yo bunda qilmasmidikin ishlatmaganligim uchun hozir bilmayapman. Hop. Shuni o'zini bunday qilamizda. Mana SolidWorksga kirib turib. Сохранить как TXF рабочий стол. Окей. Такой файл. Okey. Hop, chiqqandan keyin bizga misol uchun mana shu blok kerak bo'lmasa, davlatdan bosamiz, Ctrl Z bilan qaytaramiz, yo'q ekan, bunisi bilan qaytaramiz ekan. Xo'sh, bizga yaqinlashtirsin mana shu faylni. Kerak. Qilib sahna qilib olsam bo'ladi. Endi sizlarda asosiy ishlash funksiyasi oddiy bo'ladi. Ko'proq bunaqangi ichki gullar bilan ishlamaysizlar. Oddiy bo'ladi. Oddiy chiziq, oddiy yumalar, oddiy bunaqa 2 xil 3 xillik funksiya bilan ishlamaysizlar. U faqat 3D lazerda ishlaydi. U nimaga kelganda, bo'limga kelganda unisini ham bir qator tushuntirib o'taman. Hop. Model bilan ishlagan deganim sababi shu. Sizlarda asosiysi shu oyna hisoblanadi. Misol uchun, mana shu oyna hisoblanadi. Sahna qilsalaring,
Hop, Lixf olsalaring. Okey. Mana sizlarda mana shunaqa holat bo'ladi. Hech qanaqa qiyinchilik nimasi yo'q. Qani mana saqlay qilgan rабочий story saqlay qilmayapman. Saqlaydi kerak. Lixf fayl ham ochilyapti. Okey. Mana sizlarda asosiysi mana shunaqa kesim bo'ladi. Lazerlarda qirg'og'ini kesasizlar, o'tani yoki ma'lum bir gulli shakllar, barglar va hokazo. Ana shakl ikki ro'paradan ko'rsatib turib, bemalol ishlashingiz mumkin. Uni boshqa nimada tushuntirib o'tib ketaman men. Hozircha mana shu SolidWorksda lazer bo'limiga o'tkazdirib olish mana shunaqa bo'ladi.